Sizga aytmaydi, kelib turib ayolingiz qomati chiroyli ekan demaydi, o'zi uchun bilib qo'yadi. Nima endi ayolni faqat qo'li chiqyapti yoki bo'lmasa soyasi chiqyapti, orqa tarafdan olinyapti yoki faqat ovozi chiqyapti degan narsa bo'lishi mumkin. Lekin o'sha sizni ayolingiz qo'lini ko'rganda unga nisbatan qanaqangidir his-tuyg'u o'tishi mumkin orasidan yoki orqasidan ko'rganda yoki bo'lmasa orqasidan ko'rganda qomatini ko'rishi mumkin. Masalan, siz o'zingiz to'g'ri xayol qilasiz. Masalan, birovlar ayolni ko'rganingizda hech qachon noto'g'ri xayolga bormasdan, to'g'ri, Xomazoy ekan, ayol ekan deyishingiz mumkin. Men ayolim bilan yursam, ayolimga e'tibor bermasdan Xomazoy aka ayoli bilan ketyapti degan narsani qilishingiz mumkin. Lekin hammani ichini bilmaysiz-da. Shu darajada bo'lyaptiki, endi siz agar uni videoga olib, rasmga olib yoki bo'lmasa birga yurganingizni qo'yish, chunki birinchi o'rinda qadriyat musulmonlik emas, ikkinchi o'rinda erkak kishining erkakligi. Shu ikkita narsa turadi. Mayli, masalan, taqvoli yoki bo'lmasa o'ta diyonatli odam bo'lmasa ham, erkak kishining erkakligiga ta'sir qiladi, rujulatiga ta'sir qiladi bu narsa.